oddiy kotletlardan charchab ketdinglar. Buni sizlarga real sochiqdan kotlet qilish o'rgatdim. Bonusiga shashlikni taomi, shashlikni hidi kelib turadi. Videoda ko'rsatilgan hamma narsani bir maketan solasiz. Eng zo'r joyga keldik. Yaxshilab e'tibor beringlar. Reaksiyaga kirishgan chayin sudi va uksuzni ham qo'shib yuboramiz. Yaxshilab mushtlashni boshlang. Hidi kelishidan cho'chiyotgan bo'lsa, nimaga kerakligi haqida o'ylayotgan bo'lsa, bu narsa shashlikchalarimiz faqat tushlishiga, qovurganda kichkina bo'lib qolmasligiga yordam beradi. Qiymamiz ham tayyor. O'ylagan formularni berib yuborasizlar. Hamma katta qo'rurdim. Chunki juda ham shashvat o'tim. Oldi orqasi jibjigaring bo'lgandan keyin yuzga terishni boshlaymiz. Xuddi mana shunaqa men ko'rsatganimdek qilib terib chiqasizlar. Ustidan o'zini mana shunaqa ortib qolgan selini quyib yuborasiz. Ketidan tomatni sopga chorkadan chiqarilgan chesnoni qo'shib yuborib, uni ham ustidan shunday zapravka qo'yasiz. 40-50 minutlardan keyin 200 gradusda pishgan go'shtlarimiz sochniy bo'lib o'zini sho'rvalari bilan tayyor bo'ladi. Bundan chiqayotgan hidni sizlarga yetkazib bera olmayman. Undan ko'ra bitta tayyorlab ko'ringlar. Legillar tayyor shashlikdan qovurdingmi, dorishadi. Unchaga tishi o'tmaydigan yoshi katta oldim. Kichkina bolachalar ham mazza qilib yeyveradi. Sho'rvasiga non botirib, уже вообще boshqa tema. Mana profilimga obuna bo'lishni unutmanglar. Bomba retseptlar hali oldinda.